Hammaga assalomu alaykum. Bizning ish kerak mana YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bizda 5-son. Agarda siz bizani birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, qisqa tushuntirish berib o'taman. Bitta video orqali 10 ga yaqin ish haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Xullas, gap ko'p cho'zib o'tirmaymiz. Biz birinchi ishdan boshlaymiz. Birinchi ishimiz O'zbekistondagi maishiy texnika va elektronika do'konlar tarmog'i bilan shug'ullanuvchi Ideya kompaniyasiga quyidagi ishchilarimiz kerak. Sotuvchi maslahatchi hamda shartnoma menejerlik yo'nalishi bo'yicha 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lganlar uchun oylik maoshlari 10 million so'mgacha, ya'ni qo'shimchasiga bir qancha bonuslisi ham bor ekan. Ish vaqtimiz haftada 5 kun, soat 10 dan 9 gacha. Faqat talablisi talabalarni ishga qabul qilishmas ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi Telegramga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, keyingi ishimizga o'tamiz. 18 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan ayol qizlarimiz uchun bu ishimiz oylik maosh 5 milliondan 7 milliongacha. Xullas, Chilonzor tumanida joylashgan Alibaba Shop Uz kompaniyasiga kooperatorlik yo'nalishi bo'yicha ayol qiz ishchilarimiz kerak. Ish vaqtimiz obedga 1 dan kechki soat 10 gacha. Faqat talablisi soha bo'yicha tajribaga ega bo'lishi hamda xushmuomala bo'lish kerak ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 97 lik 749 48 83 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Keyingi ishimizga o'tamiz. Hammamiz bilgan K-Club kompaniyasi uchun yuk tashuvchi ishchilarimiz kerak. Yosh chegarasi 25 yoshdan 35 yoshgacha. Ish vaqtimiz haftada 6 kun, soat 8 dan 6 gacha. Oylik maosh 3,5 million so'mdan boshlanadi. Ishimiz Mirobod tumanida joylashgan, faqat talablisi Toshkent shahrida istiqomat qilishi hamda jismonan baquvvat bo'lish kerak ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 99 lik 534 33 88 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, qolgan ishlarimizga o'tamiz. Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Diyet bistro oshxonasi uchun tajribali oshpazlarimiz, oshirma xamir ustalari, malakali ish boshqaruvchi kassir lavozimiga ishchilarimiz kerak. Oylik maosh va ish vaqtlari suhbat asosida ishimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan, faqat talablisi soha bo'yicha tajribaga ega bo'lgan xodimlarni ishga qabul qilishar ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 99 lik 830 77 10 raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, keyingi ishimizga o'tamiz. 3 xil smenali, haftada 6 kun, oylik maoshi 4 milliondan 15 milliongacha. Ishimiz Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan ekan. Xullas, Open Shop degan internet magazin uchun ishchilarimiz kerak. 10 nafar ishchilar kerak ekan. Yosh chegarasi 19 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit qizlarimiz uchun ish turimiz sotuv menejerlik yo'nalishi bo'yicha. Faqat talablisi kompyuterdan erkin foydalana olishi hamda o'zbek tilida ravon gaplasha oladigan bo'lish kerak ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 99 lik 835 73 13 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Agarda sizlar ko'proq ishlar haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, opisaniyada bizning Telegram kanal linkimiz joylashtirilgan. U yoqda kuniga 50 ga yaqin bo'sh ish e'lonlari joylab boriladi. Xo'p, keyingi ishimizga o'tamiz. K-Club kompaniyasiga qandolatchi yordamchi lavozimiga ishchilarimiz kerak. Ishimiz Toshkent shahar Shimoliy vokzaldan 5 daqiqalik yo'lda joylashgan ekan. Ish vaqtimiz haftada 6 kun, soat 8 dan 6 gacha. Oylik maosh 4 milliondan 5 milliongacha. 3 oy sinov muddat davrida 4 million so'm to'lashar ekan. Yosh chegarasi 30 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz uchun ekan bu ishimiz. Oylik maoshdan tashqari qo'shimchasiga bir mahal ovqatlisi ham bor. Faqat talablisi mas'uliyatli hamda toza va ozoda ishlashni yaxshi ko'radigan xodimlarni ishga qabul qilishar ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'lib batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, 99 lik 534 33 88 raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Keyingi ishimiz yana xuddi shu K-Club kompaniyasi uchun farrosh lavozimiga ayol ishchilarimiz kerak. Yosh chegarasi 25 yoshdan 40 yoshgacha. Kunlik maosh 130 ming so'm berilar ekan. Ish vaqtimiz haftada 6 kun, soat 8 dan 6 gacha. Ishimiz Toshkent shahar Mirobod tumanida joylashgan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'lib batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, 99 lik 534 33 88 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Agarda siz ayol qizlarimizga oid yoki haydovchilikka oid bo'lgan ishlarni qidirayotgan bo'lsangiz, opisaniyada shu ikkala kanal linkini ham joylashtirib qo'yganmiz. U yoqda faqat shu qidirayotgan ishingizga oid bo'lgan ishlar har kuni joylab boriladi. Xo'p, keyingi ishimizga o'tamiz. Shayxontohur tumanida joylashgan Arial Uz kompaniyasi uchun dastavka menejeri, ya'ni tayyor buyurtmalarni O'zbekiston bo'ylab mijozlarga yetkazib beruvchi o'g'il bola ishchilarimiz kerak. Yosh chegarasi 20 yoshdan 30 yoshgacha. Oylik maosh 4 milliondan 6 milliongacha. Ish vaqtimiz soat 9:30 dan 6:30 gacha. Ishimiz to'liq smenada bo'lib o'tar ekan. Faqat talablisi chaqqon, tezkor, ishga tushadigan va farosatli bolalarni ishga qabul qilishar ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi Telegramga bemalol bog'lanishingiz mumkin.
mumkin. Xo'p, keyingi ishimiz Bellissimo Pizzadan Bodomzorda joylashgan filialligisi uchun texnika lavozimiga faqatgina qiz bola ishchilarimiz kerak. Oylik maosh 3,5 milliondan 4,5 milliongacha, ish vaqtlarimiz 2 xil smenada, haftada 6 kun. Faqat talabligisi chaqqon va tozaligiga yaxshi e'tibor beradigan bo'lish kerak ekan. Oylik maoshdan tashqari qo'shimchasiga bir mahal ovqat va premiyalari ham bor ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 90lik 312 22 12 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Keyingi ishimiz jaydari ish so'raganlar uchun plastik ishlab chiqaruvchi sexga erkak ayol ishchilarimiz kerak. Liniyada turish, upakovka qilish va mikserda ishlash bo'yicha. Oylik maoshdan tashqari qo'shimchasiga yotoq joy, 3 mahal ovqatliksi ham bor ekan. Ish vaqtlarimiz 2 xil smenada, oylik maosh suhbat asosida. Asosiysi soha bo'yicha tajriba talab qilinmaydi. Ishni o'zliksa sizlarga noldan o'rgatishar ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 97lik 434 06 86 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, buguncha bizda shu ishlarimiz. Bizani qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz videoga like bosib qo'yinglar, ish qidirib yurgan tanishinglarga mana shu videoni jo'natib qo'yinglar. Biz davom etamiz.